Xo'ja Mushkent ota ziyoratgohi. Jizzax viloyatining Yangiobod tumanidagi Xo'ja Mushkent qishlog'ida joylashgan ushbu ziyoratgoh tarixi eramiz boshlariga borib taqaladi. Mazkur hududda eramizning 1-2 asrlariga oid sopol siniqlari aniqlangan. Unga tutash arxeologik tepalikda esa saq va so'g'diy qabrlar ko'rinishidagi qo'rg'onlar mavjud. Xo'ja Mushkent otaning asl ismi Xo'ja Ishoq Vali bo'lib, taxminan 7-asr oxiri va 8-asr boshlarida yashab o'tgan karomatli inson bo'lgani naql qilinadi. Ziyoratgoh o'zining bahavo tabiati va xush manzaralari bilan tashrif buyuruvchilarni qarshi oladi.